Tailand yoki Vyetnam Ona bola versiyasi. Biz oilaviy Tailand bilan Vyetnamga borib kelganmiz. O'shaning uchun hozir biz sizlarga o'zimizning tavsiyalarimizni beramiz. Tayyormisan? Tayyorman. Boshladik. Oilaviy borish uchun qayer yaxshiroq? Albatta Vyetnam. To'g'ri, Vyetnam, chunki Vyetnamda Tailanddagi ba'zi bir narsalar yo'q. Kattalar uchun qayerda ko'ngilochar joylar ko'proq? Tailandda. To'g'ri, Tailand. Tailand do'stlar bilan borish uchun eng yaxshi tanlov. Qayer arzonroq? Vyetnam, chunki eti mevalar va smuzilar juda ham arzon. To'g'ri, ham Vyetnamda massajlar ham juda ham arzon. Qayerda dengiz va tabiat chiroyliroq? Vyetnamda. Menimcha Tailandda. Tailandda plyajlari, junglilari juda ham chiroyli. Qayerda ovqat mazaliroq? Tailandda. To'g'ri, Tailand. Tailanddagi eng men yaxshi ko'rgan ovqat bu tom yam. Qayerda Instagram uchun zo'r lokatsiyalar bor? Albatta Tailandda. Tailand, chunki hali aytib o'tganimizdek tabiati juda ham chiroyli. Qayerga yana qaytish xohlaysan? Tailand bilan Vyetnamga. To'g'ri, men ham ikkalasiga ham borgan bo'lardim. Sizlarchi, sizlar qayerga borish xohlaysizlar? Kommentariyada yozib qoldinglar.